Assalomu alaykum hurmatli kitobxonlar. Mirzacho'l tuman axborot kutubxona markazi fondiga Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi Jizzax viloyati bo'limi rahbari Iqboloy Umarova qalamiga mansub O'gay taqdir nomli asari 15 nusxada taqdim etildi. Mazkur kitobda yozuvchining turli xil hayotiy qissa va hikoyalari o'rin olgan bo'lib, unda asar qahramonlari taqdiri, qismat bitigi, peshonasida qanchalik aniq va ravshan aks etishini ko'rsatib bersa, boshqasida bolalik xotiralari, hayotdan olgan saboqlari haqidagi esselari, dilning nozik torlarini chertuvchi hikoyalari, tesha tegmagan xalq maqollaridan termalari o'rin olgan. Agar sizda ushbu kitob qiziqish uyg'ota olgan bo'lsa, sizlarni Mirzacho'l tuman axborot kutubxona markazimizga taklif qilamiz va mutolaa qilishingizni tavsiya etib qolamiz.